Assalomu alaykum, hurmatli qardoqlar. Yaqindagina TikTokda bir ozgina mana shu yerda o'tgan bir majlis haqida bir video chiqib, ko'pchilik qardoqlar bu videoni ko'rdi. Shundagi bir savol berilayotgan savol, bizlarga o'xshab qardoqlik bo'la turib boshqa yoqda yashayotgan odamlar to'g'risida savol berilgan ekan. Nima qildinglar, ne qildinglar degan savol. Biz endi shu Turkistonda yashayotgan qardoqliklar, masalan, To'lqin aka, Said Murodov, men Qo'shqarov, yana mana shu yerda mening bolaligim, tug'ilganim hammasi shu Qarnoq qishlog'ida o'tgan. Qarnoqda Qo'shqal polvon degan katta polvon bo'lgan. Ana shu Qo'shqal polvonning nevarasi bo'laman. Biz Axun tumanida turganmiz, Axun tumanida yashaymiz. U Qarnoq degan so'z endi Sabir Atayev, Laziz Elmetovga o'xshagan juda ham katta yigitlarimiz bor Toshkentda va boshqa yerlarda. Qarnoqlik yigitlar, ko'p xizmat qilgan yigitlarimiz bor. Ularning hammasini aytib o'tmoqchiman. Mahalliy xalq ba'zilarini taniydi, ba'zilarini tanimaydi. Shuning uchun ham har turli savollar tug'iladi. Biz bilamiz, hammamizga belgili. Ahmad Yasayev bobomizda turgan qozon mana shu Qarnoqda quyilganini hamma biladi. Mana shu Qarnoqning to'yi bo'lgan paytda, Qarnoq to'yi 2000 yillik to'yi bo'layotgan vaqtda yerda shtab qurilib, 5-10 tanga hamma pul tashlab mana shu yerda to'yni o'tkazgan. Shu to'y asnosida mana shu yerga mana sizlar ko'rib turgan bir qozon qo'yildi. Bu qozonning ustasini, buning qozonni bitgancha men boshida turganman. Bu bir yumushimizning biri. Buni bari armaturadan ishlangan, 100 yilgacha bemalol turadigan qozon, faqat vaqti-vaqtida kraskalab turish kerak. Albatta ustaning haqlari bari berilgan. Bu Qarnoqda bu qozondan tashqari yana 2 ta qozon bor. Va bu qozonlar qayerda turganini hammasini sizlarga ko'rsatib o'tmoqchimiz va undan tashqari qanday yumushlar qildik biz mana shu qarnoqliklar uchun mana shu videomizda ko'rasizlar. Hurmatli qarnoqliklar, mana bu ikkinchi qozon. Bu Qarnoq qishlog'ida turgan qozonning ikkinchisi. Bu qozon bu yerga kelishiga sizlar aytayotgan To'lqin aka, Said Murodovning xizmati juda katta bo'lgan. Turkiston shahar hokimiyati, Kentov shahar hokimiyatlariga kirib, bir necha marta kirishning orqasida bu qozon mana shu yerga kelib joylandi. Albatta bu qozon do'ngalanib yotgan qozon. Quloqlarning hammasi sinib ketgan. Bu quloqlarning hammasini, bularning hammasini biz remont qilib, yangidan ishlatib, joylarga qo'yib va butun hammasini chiroyli qilib kraskalab, odam ko'rsa havas qiladigan sharoitda. Sharoitga olib kelib qo'ydik. Undan tashqari bu yerda xizmat qilayotgan yigitlarga men alohida o'zim rahmatimni aytmoqchiman. Chunki bu yerda tozalik ishlari hammasiga qarayotgan ukalarimiz, do'stlarimiz, akalarimiz bor. Ularga alohida rahmat aytmoqchiman. Bu yerda 1300 yillik tut ham bor, hozir ko'rsatib qo'yib ketamiz. Hurmatli do'stlar, hurmatli millatdoshlar, hurmatli qarnoqliklar, mana shu tutning bu yerda turganiga 1300 yil bo'lyapti. Ya'ni Imom Bahaliyaning qabristoni yerda, hozir uni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu tutlarni ko'rish uchun dunyoning taxminan hamma yeridan keladi odamlar. Bizlar 40 ga yaqin akademik professorlarni olib kelib ko'rsatdik. Qozog'istonning o'zidan 6-7 akademikni professorlarni olib kelib ko'rsatyapmiz. Zertlash yumushlar yuryapti. Mana shu Qarnoqqa mehmonga kelayotgan har bir katta mehmon, akademik professor, olimlarning yotishi, turishi, ichishi, yeyishi, buni hammasi ozras o'tmas. Mana shularda xizmat qilayotgan bu yerdagi qarnoqlik yigitlarimiz bor. Ularga ham bir alohida rahmat aytmoqchiman. Qolib bu yerni yashab turib, Qarnoqda yashab turib ko'rmaganlar ham bor. Bu haqiqat. Hozir sizlarga bu qabriston 3000 yillik tarixga ega qabriston ekanini ham ko'rsatmoqchiman. Hurmatli do'stlar, bu yerda yana bir ikki katta ulug' insonlar yotgan qabriston. Atajon qari hamda Kamil qari degan insonlar yotibdi bu yerda. Kamil qari kim degan so'roqqa javob beramiz. Hazrati Ukkoshani ochib, Ukkoshani ustida bugun ko'ryapman Ukkoshani shunday holatga keltirgan kishi mana shu Kamil qari bo'lib hisoblanadi. Bu yerda tepada Imom Bahaliyaning o'zining yotgan joyi bor. Mana Imom Bahaliya haqida bu toshga yozdirib olib kelib qo'yib qo'ydik. Mana xudo xolasa buni ham To'lqin akang iltimos qildi, men bajarib berdim. Endi mana Imom Bahaliyaning o'zining yotgan joyi bor. Bu yerlar
Mana shu qabristonda 1300-1400 yildan beri qo'yilgan, ya'ni islom dini kelgandan keyin qo'yilgan toshlar turibdi mana. Endi bu toshlarga 1300-1400 yil bo'lgan bo'lsa, 2000 yildan yuqori bo'lgan toshlar ham bor. Hozir ularni ko'rsatamiz. Mana o'tlarning ba'zi ko'rinmay qolgan holatlar bor. Hozir uni ham ko'rsatib beraman. Mana shu qabriston bu 3000 yillik tarixi bor qabriston ekaniga dalil mana shu toshlar. Bu tosh, bular musun hisobida qo'yilgan. Islom dinidan avval, dinimiz kelmasdan turib qo'yilgan toshlar. Bular bir odam shakliga o'xshatib qo'yib qo'ygan. Odamlar dunyodan o'tganki, bularning tarixi 3000 yil. Bu qabriston 3000 yildan oshiqroq tarixga ega joy bu yer. Ya'ni qabriston bu yerda 3000 yildan yuqori degan so'z, bu yerda 3000 yildan yuqori hayot kechirayotgan insonlar bor. Ya'ni Qozog'istonda eng qadimiy joylardan biri deb hisoblanadi bu yer. Hurmatli do'stlar, mana Qarnoqning farzandlari uchun, maktab, desatlar uchun biz mana Xudo xolasa bir zoopark ochib qo'ydik. Bu mana shu vatanimiz uchun, xalqimiz uchun, xalqning farzandlari ko'rsin, ushlab ko'rsin, qo'li bilan ko'rsin deb bir chiroyli bog' yaratib, bu yerda zoopark ham qo'yib qo'ydik. Mana farzandlarimiz uchun. Mana shu Qarnoq qishlog'ida hozir 5 maktab bor. Cheshtepada 1 maktab, Cheshtepa maktabi, bu yerda Qashqariy maktabi, Qarnoq maktabi, Axuntoma maktabi va yaqinda qo'shilgan Ulker degan maktablar bor. Biz mana shu burunni kelayotgan maktablarga 10 yildan oshiq, ya'ni biz 2010-yildan boshlab mana shu xayrimilik bilan shug'ullangan bo'lsak, Qarnoqdagi 5 maktab, keyin Kentovdagi 2 maktab hech qachon qolmagan. Ya'ni har yili biz 1 millionga yaqin mana shu yetim yesir bolalar, muhtoj oilalarning bolalarini har doim kiyintirib kelganmiz mana shu Qarnoq maktabda. Undan tashqari 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan yoshlarni kitoblar bilan ta'minlab kelganmiz. Sport o'yinlari mana Cheshtepa maktabi yaxshi biladi, Qashqariy maktabi yaxshi biladi, Qarnoq maktablari juda yaxshi biladi. Biz bu maktablarda sport o'yinlarini ham o'tkazib, har doim mana shu bolalarimizning yaxshi yashash uchun, bilimli bo'lish uchun, tanlari sog' bo'lish uchun biz ko'p yaxshi ishlarni amalga oshiramiz. Bularni men bir alohida aytib o'tgim keladi. Yana bir aytadigan masalalardan biri, mana yaqinda yana bir kelishim qildik. Qozog'iston prezidenti aytyapti, ya'ni prezidentimiz To'qayev aytdi, kitob o'qish masalasida. Mana shu kitob o'qish, bolalarni kitob bilan o'qitish uchun qanday kuch kerak, qanday mumkinchilik bo'lsa, hamma imkoniyatlarni ishga solish to'g'risida aytdi. Biz ham mana shu Qarnoq maktabida, Qarnoqda kitobsevarlar klubini ochmoqchimiz. Xudo xolasa eng birinchi kitobni o'sha o'qitishni berdik komandalarga. Bular birinchi mana shu Kamol To'qayevning kitobini o'qishga kirishib ketdi, xudo xolasa. Ya'ni oxirgi paytda mana shu Qarnoqning yoshlarini bilimli bo'lish uchun ham qo'limizdan kelgancha harakat qilmoqchimiz, ko'pchilik bo'lib birgalikda. Yana aytmoqchiman, mana shu Qarnoqdan juda ham ko'p olimlar chiqqan. Juda ko'p olimlar chiqqan. Hatto biz mana shu olimlarning qancha ekanini hali sonini ham bilmayapmiz. Endi xudo xolasa mana o'sha bir oy ichida Qarnoq haqida bir yangi kitob chiqyapti. Bu kitobga ham qo'limizdan kelgancha yordam beryapmiz. Undan keyin ikkinchi katta kitob chiqadi. Bu O'zbekistonda bosilib chiqadigan kitob. Bu kitobga ham xudo xolasa sponsorlik qilishga niyatimiz bor. Undan tashqari Turkiston haqida, Turkistonning tarixiy joylari, uning ichida Qarnoqlar
Qarnoq hammasi ko'rsatilgan. Bu kitobimizni kecha biz iyun oyida oldik. Xudo xolasa ertaga 14-iyundan boshlab mana shu Qarnoq maktablarining hammasiga, Kentov maktab, Qarnoq maktab, bu atrofdagi maktablarning hammasi o'quvchilarga bu tarixiy kitobni berishga xudo xolasa biz tayyorlanib turibmiz. Beramiz xudo xolasa. Undan tashqari mana shu orqalaringizda ko'rinib turgan masjid haqida ham bir ikki og'iz aytmoqchiman. Mana shu masjid 2016-yili Qarnoqliklarning tashabbusi bilan deyapmiz, biroq boshqa yoqda yashayotgan Qarnoqliklarning boshlash shu boshqa yoqda yurtda yashayotgan Qarnoqliklarning initsiativi bilan boshlangan bu masjid qurilishi. Masjid qurilishi bir chiroyli bo'lib o'zining yakuniga yetgan. 2021-yil ochilgan. Buga minglab yigitlarning hissalari qo'shilgan. Ya'ni bu faqat Qarnoqda turadigan emas, Qarnoqdan tashqarida yashaydigan yigitlarning ham hissalari ko'p. Bu yerda endi 12 bobo yurib xizmat qilgan, ko'pchilikdan sharoitlari bor, 5-10 tanga yordam bera biladiganlarning har birining ishxonasi, har biri bilan gaplashgan 12 otaxon bor edi bu yerda. Bu 12 otaxonimizning 2-3 hozircha bizning bilishimiz bo'yicha 3 dunyodan o'tgan, qolganlari hozir ham hayot yashayapti. Men aytmoqchi bo'layotganim, ba'zi bizning Qarnoqda yashayotgan do'stlarimiz kimlar xizmat qilishini, kimlar xizmat qilgan to'g'risida umuman hech narsa bilmasligini ham aytib o'tmoqchiman. Ya'ni bilmagan haqida gapirmaslik kerakligini. Bu masjidning qurilishida mana shu masjidning qurilishida Sabir aka Atayevga o'xshagan insonlarning juda ham katta ko'p mehnati singan. Bundan tashqari qancha mehnat qilgan, tashqarida yurgan akalarimiz, ukalarimiz Toshkent, Leningrad, Moskvada va boshqa yerda ishlayotgan, Koreyadan turib yordam bergan yigitlarimiz hammasidan Alloh rozi bo'lsin deb aytib keladi va mana shu Qarnoqliklarga oxirgi aytalik so'zimiz, bu hammasi birikkanda bo'lgan ishlar. Biz bir bo'lsak, biriksakgina ish yuradi. Shuning uchun ba'zi og'alar, ukalarimizga aytgimiz keladi. Yaxshi ish qilayotgan, yumush ishlayotgan, ishi bajarayotgan aka-ukalarimizga xalaqit bermaganlarimiz yaxshi. Ishlayotgan odamni qo'llab-quvvatlaylik, birgalikda bo'laylik. Shunda bizning Qarnog'imiz qaytadan o'z asliga kelib, gullab yashaydigan, bilimli insonlar chiqadigan bir zamonga qaytib kelamiz. Xudo xolasa, mana hozir yaqinda Keski klub boshlanadi, ya'ni bilimdonlarning kitob o'qishi jarayoni boshlanadi. Qo'llaringizdan kelgancha mana shu jarayonga sizlar ham yordamlashinglar. Birinchi 6 kitobni o'qishga biz o'zimiz xudo xolasa birinchi kitobni Dalimjon Sayfullayev o'zining birinchi kitobni shu sponsorlik qilib o'zi chiqargan kitobini berdi. Qolgan 5 kitobni men o'zim bermoqchiman xudo xolasa. Buning uchun bir manzilning o'zida kamida 50 kitob kerak bo'ladi o'qish uchun. Shuning uchun mana shu jarayonni ham amalga oshirmoqchimiz. Hali endi sizlarning qo'llaringizni kelsa, birikib bir bo'lib mana shu Qarnoq qishlog'ining yoshlarini bilimli bo'lishiga xudo xolasa sababchi bo'laylik. Mana hozir biz bilamiz mana shu masjidga oxirgi 5 yilda boshchilik qilayotgan yo'lchi degan ukamiz bor. Mana shu yo'lchi ukamiz ham ishlariga rivoj bersin. Alloh taolo kasb-kariga baraka bersin. Oilasiga tinchlik, xotirjamlik, yaxshiliklar tilab qolamiz. Oson emas xizmat qilish degan. Hurmatli do'stlar, mana shu Qarnoqda yana ishlagan ishlarimizdan biri 2 muhtoj oilaga uy qurib berdik. Uni mana shu qurish jarayonida, topshirish jarayonida ko'pchilik bilan topshirganmiz. Buni ko'pchilik ko'rgan, biladi. Shuning uchun bunday ishlarimiz ham mana shu Qarnoq qishlog'ida amalga oshirganmiz.